Vazifamiz soat 5 dan boshlanadi-da. U qorong'imi, yorug'mi? Yozda yop-yorug' bo'lib ketadi soat 5 ga, 5 da chiqib. Qishda endi qorong'i bo'ladi-da. O'shunchalik biz soatimiz bor. 5 dan 7 ga dovul sahar ishlaymiz. Ko'proq ertalabda sahar shipirishimiz sababi mashinalar yo'q bo'ladi. Mana chekkalarga mashinalar turib oladi-da yo'l chetlariga. O'shuning uchun erta kunda chiqib sipirib olamiz. Kunduzi ham sipiramiz. Ko'proq sahar sipiramiz. Haligi xavfsizroq bo'ladi-da, mashinalar kamroq bo'ladi, yo'l chetlari bo'sh bo'ladi. Biz chiqib sipirib bo'lganimizcha u tepadan sochib keladi-da suvni. Ertaroq ham kelib sochib ketadi. Vaqtiga qarab-da mashinalarda. Biz 5 da chiqib sipirib, keyin bu yoqqa yuraveramiz o'rtaga. Shamol bo'lganda hamma yo'lni uchirib yuboradi. Qiyin bo'ladi bizga, qiyinchilik tug'diradi. Shipirmagandek bo'lib qoladi shamol bo'lsa. Xuddi birov shipirmagandek, birov qaramagandek bo'lib qoladi joylarimizga. Keyin yana boshqatdan shipiramiz. Endi Allohning bo'lib bu. Men oddiy ishchilar oilasida tug'ilganman. Men eng kattasiman. Mendan keyin 4 ta singlim bor. Biz 5 ta qizmiz. Oddiy ishchilar oilasiga turmushga chiqqanman. O'g'lim bor, qizim bor. Xo'jayinim ishlagani uchun menga ham shu yerda ish bo'lsa toping, men ham kirib ishlayman. Oilamizga ancha-muncha yordam bo'ladi deb men o'zim aytganman. Men ham billa yoniga kirganman ishga. Billa ishlardik. Shundan beri ishlayapman. Farrosh bo'lib kirganman. Hozir ham farroshman. Yerda haligi tozalov, artib tozalab, yig'ishtirib, shipirsidir, pantallarni artib tozalardim, shipirardim, gullariga suv quyardim. Dekretdan qaytganimdan keyin mana katta ko'chaga olindim. Obodonlashtirishda 800 tadan oshiq ishchilar bor. Undan ko'pi ayollar. Nechtaligini aniq bilmayman-ku. Ko'pi ayollar. Gulchilar bor, farroshlar bor, daraxtchilar bor, suvchilar bor. Gulchilar bilan farroshlar ish ko'proq. Farroshlar har kuni chiqib shipirib, sizdirib tozalamasa hamma yomon bo'lib ketadi. Gulchilar gullarini ekadi. Hozir qora burani tozalang, axlatlarni oling, musor yashiqlarni tayini yaxshilab sipirib tozalang. Siz mana bu limonda ichida bo'lmay musorlar qolmasin. Bu hayvonni joyiga qaraysiz. Musor toshkalari yomon. Abochiniz shag'allarni yaxshilab daralarni ham biz oqlaymiz, shipirsidirlarni ham biz qilamiz. Buyurilgan ishni qilib ketaveramiz. Buni biz qilmaymiz, bu erkaklarning ishi demaymiz. Hammamiz teng yopishib qilib ketaveramiz. Orzum hamshira bo'lishida. Hamshira bo'lolmaganman, o'qishga kira olmaganman, imkoniyat bo'lmagan, turmushga chiqib ketganman. Lekin 3 oylik kurslarda o'qib oldim. 3 oylik kursda o'qidim, bemalol ukol qilaveraman oilamdagilarga, farzandimga, kimga bo'lsa qo'limdan kelgancha yordam beraman. Lekin holatlar kelib ishlashni orzu qilaman. Endi men qilolmagan, men orzumga yetolmagan, Xudo xolasa qizimni o'qitaman deyapman. Hamshira qilaman deyapman. O'zi qizim ham bor. Mana men hamshira bo'laman, men o'qiyman deydi. Men endi ashunga harakat qilaman, o'qishga kirgizib, o'qitishga harakat qilaman. Shular uchun ishlayapman. Sovuq bo'ladi, uni yozgi kunda issiq bo'ladi. Baribir endi hali o'rganib qolganmiz-da. Va bizga hali doimgi kundek chiqib ishlayveramiz. Yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, sovuq bo'lsa ham, issiq bo'lsa ham
Biz bugun tong otdimi turib ishimga chiqishim kerak, joyimni tozalashim kerak deb o'rnimizdan bu dilniydan oldin turaman. O'rganib qolganmiz-da shunga. Joylarimiz pokiza bo'lishi kerak. Aytgan ishni vaqtida qilishimiz kerak. Undan keyin ish joyimizga farzandlarimizni olib kelish mumkin emas. Nimaga desangiz, biz katta yo'lda ishlaymiz. U farzandlar uchun xavfli-da. Farzandimizni qarovsiz qolsa ham olib kela olmaymiz. Farzandlarim kichkinaligida qaynanam bor edi. Qaynanam qarar edi. Yig'lab ayamga chiqaman desa, ko'tarib olib chiqar edi. Olib chiqardi, meni bir ko'rsatib qo'yib, yana ko'tarib olib ketib ketar edi. Qaynanam tilla xotin. Ikki bolaman abitdan keyingisi menda o'qiydi-da. O'shaning uchun uyga borib, bolalarimni ovqatini berib, maktabga kuzatib, yana keyin o'zim ham choy ichib, yana keyin ishimga chiqaman. Ish vaqtimiz tig'iz bo'lib qoladi-da. Mayda qilib tugatishimiz kerak. Bizga buyurilgan shu tugatmasak bo'lmaydi, bajarishimiz kerak shu ishni deb buyruq bo'lsa, ko'chalarda o'tirib qizlar bilan obed qilamiz. Keyin ishimizni davom ettirib ketaveramiz. Charchaganlar shunday maysani ustiga etaklarni yozishadi-da, jimpirinimi, kamzulinimi shunday tashlaydi-da, yotib jicha ko'zini ilintirishib oladi. Ko'zim dam oladi. O'tirib ham ko'zimizni yumib olamiz. Ko'zimiz dam olsin, miyamiz dam olsin deb. Maktab bolalari o'tadi, studentlar bor. Har xil narsa tashiydi-da, yegan narsasini to'g'ri kelgan joyga tashab ketadi. Rosa dilim og'riydi, nimaga insonni mehnatini qadriga yetmaydi bular. Ko'p odamda madaniyat yetishmaydi. Bir xilgi bolalar, voy bolajonlar desam, uzr opa deydi-da, olib musor idishga tashlaydi. Bir xilgi odam bunday qilib-da qaribda ketaveradi. Nima deyapsan deb quloq solib eshitmaganday olib o'zini ketaveradi. Oyligingni olyapsan-u, qilasan-da deydi bir xilgi odam. Keyin xafa bo'lib qolaman. Ko'nglim cho'kib qoladi. Ko'p odam aytadi, yoshsiz, nima qilasiz ko'cha supurib, bunaqa doktorlarga, bunaqa maktablarga kirib olmaysizmi, mana sovuq, yozda issiq deydi. Yo'q, men o'rganib qolganman shu ishimga, shu ish orqasidan non topib farzandlarimni katta qilyapman. Yo'q, menga shu ishim o'zi yoqadi deyman, lekin to'g'ri farrosh deyishadi. Lekin baribir men o'zim ishim qandaydir o'zimga yoqadi. 535 ming avans solaman. 1,60 million oylik olaman. Oyliklarimiz ko'tariladi degan gap bor, lekin hali aniq amalga oshgani yo'q. 3 oyda bir kvartal pullarimiz bor. Bayramlarda, hayitlarda mukofot pullarimiz bor. Yangi yillarda bayram podarkalar beriladi. Bayram al başıda, gecimleri kaşıda. Bayram al başıda, gecimleri kaşıda. Uzun nece yaşıda, uzun nece yaşıda. Kaybolan başıda, kaybolan başıda. Eng halol kasb egalari shu bizni obodonda kasbi deyman. Nimaga ular haloldan peshona teri qilib, mehnat qilib, mehnatini halollab oylik oladi. Bolalarimni kiyimiga ham yetadi, qoniga ham yetadi, ro'zg'orimizga ham yetadi, kam-ko'slarimizga ham yetadi. Allohga shukr, barakasi bor degan oyligimiz. Kim yerni yuzini ochsa, Allohim seni yuzingni ochaman degan. Shuning uchun Allohdan so'rab
Allohim o'zing yuzimni yorug' qilgin, martabamni ulug' qilgin deb Allohdan so'rab sipiramiz. Meni armonlarim hozircha yo'q, lekin niyatim bor. Farzandlarimni o'qitishim kerak. Ularga sharoit yaratib berishim kerak. Hozir mas'uliyatim bor. Sal o'zlari katta bo'lib, o'zlarini o'zlari eplaydigan bo'lganda, oilalarimizni to'plab umra safariga boraman, Xudo xolasa. Hamma yo'g'im hozir yetarli o'zimga. Farzandlarim davrasidaman. Ota-onam yonimda. Shuni o'zi menga katta baxt.